ancha tajribali san'atkor bo'lsangiz-da, sahnaga chiqishdan oldin sizda hayajon ko'rdim. Yo'q, hayajon qanaqa? Masalan, mana ansambl bilan ijroda har kuni ansambl bilan so'z yoningizda turadi, repetitsiya qilsangiz miyangizga kiradi. Hozir menda bu so'z yot. Lekin meni boshimda bu Xorazm ansambli. Bular qaysi joyda qanaqa chalishi mumkin ekan? Ohang qayerda, so'z qayerda, shu ikkita tomon bo'ldi. Biz repetitsiya qilishga umuman vaqtimiz bo'lmadi. Shu qo'shiqni tanlagan bo'lsam, shuni o'zim ijro etay deb iltimos qildim, lekin biron marta unaqa o'tirib repetitsiya qilishga vaqt bo'lmadi. Shundan hayajon bo'ldi-da. Mana shu so'zga qarab, garchi mendagi so'z bilan noto'g'ri joylari bor ekan, bahonada kitobni ham to'g'riladik. Shuni ko'tarib chiqdim hayajonda, chunki so'zni buzib aytish yaxshi emas-da. Jonli ijroda bu. Eng muhimi jonli ijroda. O'zim bilmayman, maza qilib aytdimmi, qanaqa aytdim bilmayman. Bir tarafdan anaqa polsirg'anchiq emasmikan, oyog'imdagi kablo, xullas hamma narsa. Jonli konsertda mana shunaqa hayajonlari ko'p. Ko'ynagim qanaqa turibdi ekan desanglar, fonogramma bo'lsa chiqasizda aytib ketaverasiz. Shuning uchun jonli ijro etish ham hozir oson emas. Ortiq Otajonov, Kamoliddin Akimov, Nuriddin Hamroqulov, Sherali Jo'rayev, Xayrilla Lutfullayev, Ahmadjon Shukurov. Mana shu guldastani ichida 7 ta sanadiman. Guldastani ichida eng yorqinlaridan bittasi Ortiq akamdilar. Ortiq akami birinchidan Alloh bergan husnlari bor edi, sahnaga yarashimli. O'shuning uchun juda bir husnlari boshqacha edi, sochlari ko'p. Endi o'sha biz ulardan keyingi avlodimizda, mana bizning yoshimizdagilar, biz ular Olmaxon Hayitova, Bobomurod Hamdamov, Sharif Sultonov, boshqa san'atkorlarni Tavakkal akam, Nemajon akalardan keyingi bo'lsa, avlod bo'lsa, biz ulardan keyingi avlodmiz. Ularni sahnalarda shu ko'rganimda mana shu qo'shiqni aytganlarida haligi sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda, men shularni ko'rganimizda voy qanaqa san'atkor ekanlar deb. Endi biz baribir shu san'atda bo'lganimiz uchun ular bilan juda qadimda taniganman. Ortiq Otajonovning qo'shig'ini cover qilib kuylayotganlarni eshitayotgandirsiz, ko'rayotgandirsiz ijtimoiy tarmoqlar. Ularni ko'rmasam ham internetga baribir qo'yadi ular, chunki ularni qo'yadigan narsasi yo'q. Shularni buzganini ular baxt deb bilishadi. Masalan, shu Ortiq akalar o'sha sanab o'tganlarni va boshqa ustozlar, bizning maqom ansambli ko'pchilik biz ana shu radioni oltin fondini to'ldirish bilan shug'ullanganmiz. Hozir men xuddi mana prezidentimiz aytgandek, san'at zaxiralarimiz g'ariblashib qolgan. Agar mana yoshsiz, sizga savol berishim mumkin. Hozir mana shu yerda shou, konsertlar bo'lsa, sahnani to'ldirib chiqishadi, lekin 30 ta narsasidan bitta narsasini eshitishingiz mumkin, lekin qolgani faqat to'palang to'y uchun. Men to'yga hozir boring, mana shunga o'xshagan shular yoki munojat yoki bir tanavar aytsam, qo'ysangchi zerikarli deyishadi. Bu qanchalar og'ir biz uchun bilasizmi? Assalomu alaykum, xushkelibsizlar. Shu ansambl bilan har doim o'tirib repetitsiya qilmasangiz, so'zi yod bo'lsa ham hayajon bo'ladi. Ortiq akam yo'qlab kelgan barcha mehmonlari, sog' bo'linglar, farzandlari, qarindoshlari o'tiribdi. Ayol parda aytganda boshqacha bo'ladi, chunki quloqligiga boshqacha eshitilgan bo'lsa, men shu qo'shiqni o'zim yaxshi ko'rib tanladim. Sog' bo'linglar kamchiligiga, xudo xolasa buni chiroyli qilib zapis qilamiz. Bizning maqom markazimiz bilan bizlarni mana shu kechaga qo'shgan hissamiz. Hammanglar sog' bo'linglar, hali yaxshi qo'shiqlar oldinda. Sog' bo'linglar. Sizga ajoyib sovg'a berishdi sahnada, ahamiyat berib turgan. Ismingizni aytasiz,
Buni bu yigit ushlab turgan, chunki so'zi qo'limda turganicha qaramadim. Men o'yladimki, Ortiq Otajonovning suratini olib kelgan bo'lsa deb, pastda Ulug'bek Otajonov o'tiribdi-yu, Ulug'bekga bera qoling debman. Keyin qarasam, "Yo, sizga" deydi. Nimaga men ochsam, meni suratim bir samarqandlik yigit olib kelibdi. Hali bilmayman uni kimligini, endi bilmayman, agar kelib gaplashsak ko'risharmiz. Mana shunaqa muxlislar bor ekan. Men aytdimki, "Iye, bitta dedim, hayajonlanib aytgan rasmimga gilam bo'lsa, o'zimni shaxsiy konsertimda mashina olib kelar ekansiz" deb hazillashdim. Mana shu sahnalar o'sha xalq yaxshi ko'radigan milliy san'atkorlarga sal orzudek bo'lib qolyapti. Xalq yaxshi ko'radigan san'atkorlarni ham o'sha qo'llaydiganlar ozgina qo'llash kerak. Ulardan foydalanish kerak tirikligida. U vaqt o'tgandan keyin voy deb qolish kerak emas. Foydalanish kerak, kimgadir e'tibor. Demoqchimanki, shu yerda konsertlar, milliy konsertlar ko'p bo'lib turishi kerak. Mana xotira Ortiq akamniki. Yaqinda Otajon Xudoy shukurovniki bo'ldi. Xudo xolisa sentyabrda Komiljon Otaniyozov nimalari bo'ladi, Tavakkal akamlar bo'ladi. Ana shularga kuchimiz yetib, mana shu kelsak, biz shu davlatimiz rahbarini xalq oldiga qo'ygan vazifasi, mana shu katta san'atkorlar o'zini bosib olib, xalqqa halol xizmat qilishini isboti shu. Kanalinglarni bilamiz, hozir sizlarda ham reyting ancha baland deyshadi. Sog' salomat bo'linglar. Yurtimizda faqat tinchlik bo'lsin. Bizning millatimiz hech qachon o'zini san'atidan kechib ketmaydi. Faqat shuni targ'ibotini to'g'ri olib borilsa bo'ldi. Hech kimdan ortiq emas. Ortiq bo'lsa shulaydi. Sher akamlar ortiq edi. Ortiq Otajonovlar ortiq edi, Kamoliddin akalar ortiq edi, Olmaxon opalar ortiq edi. Nima olib ketishdi o'zlari bilan? Faqat mana shu qoldirishdi. Inson ketgandan keyin faqat shu qo'shiqlar qolar ekan.